Sut esa qursangiz, xato qilsangiz bu beton bilasiz, qayta ishlatib bo'lmaydigan mahsulot hisoblanadi. G'ish emas sizga bu. O'shaning uchun qotib qolsa yaroqsiz hisoblanib qoladi. Do'stlar, kallani joyiga qo'yib, andijonlik usta akamiz bilan maslahatlashib, siz mana bunaqa zagoningiz bo'lsa, tomini yopib turmoqchimisiz, tez kunda yog'ingarchilik yoki qordan soyabon qilish maqsadida biz ham mana akamizga yuzlanamiz. Xo'sh, buni kvadrati yoki pagonometr deyiladimi? 180 mingdan 250 minggacha tom yopish. Bonusiga shiperi bilan sliftini qotirib beramiz deyshotdi. Qarang. Sizdan faqat joy bilan yemoq olib bersa bo'ldi. Qolgan hammasi ustakamizning ichida bo'ladi. Dogovori ichida. Keyin mana bunaqa holatda bemalol buqalarni boqay, semirtirib qo'ysanglar zo'r bo'ladi do'stlar. Qarang. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatish do'stlar. Ichida. Farqi yo'q. Siz qaysi viloyatdan zakat qilishingizdan qat'iy nazar, mana bunaqa tom yopish kerakmi, naves kerakmi yoki angar, mana bunaqa mini stadionlarni tomlarini ham yopib beramiz deyshot. Mana bu stadion bor. Juda ham shustriyaga mana ukamiz mahallani sotib olganga o'xshaydi. 2 gektarlik hovli. Qani. Ekrani tagida nomer qo'yib ketamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.